Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugun Pastdarg'om tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasiga tuman kengashining 28 nafar deputatlaridan 26 nafari qatnashmoqda. 2 nafar deputatlarimiz uzrli sabablarga ko'ra qatnasha olmayapti. Shuningdek, sessiyada viloyat kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Shu sababli sessiyani ochish to'g'risida taklif kiritaman. Ochilsin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan ma'qullandi. Deputatlar tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, amaldagi qonunlarga asosan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 4-do'stlik saylov okrugidan saylangan deputat To'ychiyeva Dilshoda Zaminovnani saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan ma'qullandi. Marhamat, Dilshoda Zaminovni ishga kirishingiz mumkin. Endi hurmatli deputatlar, sanoat komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanoat komissiyasi raisi etib 9-mevali saylov okrugidan saylangan deputat Aliyev Nozim Aliyevni a'zolari etib 12-Zarafshon saylov okrugidan saylangan deputat Abdumuratov Akram Xaliqulovichni hamda 24-Chortoq saylov okrugidan saylangan deputat Bozorova Gulmira Bahadirovlarni saylash to'g'risida takliflar bor. Boshqa takliflar bormi?
Yo'q bo'lsa ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga 11 ta masala kiritilgan bo'lib, ma'ruzalar uchun 10 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqa berilib, sessiya ishini tanaffusisiz 1,5 soat atrofida tugatishni taklif qilaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullandi. Kun tartibidagi birinchi masala xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish chora-tadbirlari to'g'risida tuman hokimining birinchi o'rinbosari Qosimov Tohir Sayfiddinov hisobotini eshitamiz. Marhamat, Tohir Sayfiddinov. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Avvalambor o'sha axborotingizni, ya'ni bugungi kunda tumanimiz aholisi tomonidan qilinayotgan murojaatlar, aholini qiynab kelayotgan muammolarni dastlab statistik hisoboti bo'yicha berib o'tsak, 2026-yilning 1-iyunga qadar jami 3560 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, o'tgan yillik mos davriga nisbatan 680 taga, ya'ni 16% kamaygan. Bunda jami virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarning 2580 tasi 72.4% qanoatlantirilgan. Shundan 1332 tasi 51% ijobiy yechimini topgan. 1244 tasiga huquqiy maslahat berish orqali hal qilingan. 4 tasi uzoq muddatli nazoratga olingan. 935 tasi bo'yicha tushuntirish ishlari berilgan. 11 tasi rad etilgan. 7 tasi ko'rmasdan qoldirilgan. bittasi ma'lumot uchun qabul qilingan, 8 tasi tugatilgan va 18 tasi ko'rib chiqish jarayonida murojaatlar tashkil etadi. Virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilinganda har tumanning har 10.000 kishi hisobiga 55 taga to'g'ri kelmoqda. Murojaatlar asosan ijtimoiy ta'minotga oid 504 ta, shundan 43 tasi takroriy, gaz ta'minotiga 407 ta, shundan 89 tasi takroriy, huquqbuzarlik haqida xabarlar va ular bo'yicha ish yuritishga oid muammolar 350 ta, shundan 38 tasi takroriy, ijro ishi, aliment va qarz undirish 342 ta, shundan 113 tasi takroriy, davolash va tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha 250 ta, shundan 32 tasi takroriy. Yashash sharoitlarini yaxshilash, uy-joy ta'mirlash, qurish, yordam hamda mahalla rais xatti-harakatlari faoliyatidan norozilik bo'yicha 126 ta, shundan 13 tasi takroriy. Elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha 91 ta, 27 tasi takroriy. Sudga oid masalalar bo'yicha 80 ta, shundan 13 tasi takroriy yo'nalishlar eng ko'p ko'tarildi. Davlat xizmatchilarining xatti-harakatlari ustidan shikoyatlar joriy yilning o'tgan davrida jami 135 taga kelib tushgan bo'lib, ayniqsa mahalla uyushmasi, ya'ni mahalla raislarining xatti-harakatlari 26 ta, sog'liqni saqlash xodimlari ustidan 9 ta, majburiy ijro byurosi xodimlari xatti-harakatlari bo'yicha 15 ta, tijorat banklari xodimlaridan 13 ta, profilaktika inspektorlaridan 5 ta, ta'lim sohasida 7 ta va kadastr xodimlari xatti-harakatlaridan 5 ta yuzasiz shikoyatlar kelib tushgan. Jamoaviy murojaatlar bo'yicha joriy yilning hisobot davriga qadar virtual va xalq qabulxonasi orqali jami 39 ta jamoaviy murojaatlar kelib tushgan bo'lib, 16 tasi, ya'ni 41% ijobiy hal etildi. Bunday jamoaviy murojaatlar asosan ish haqini undirish bilan bog'liq 7 ta, elektr tarmoqlari obyektlari, ya'ni sim, ustun, transformator punktlarini qurish, ta'mirlash 4 ta va sodir etilgan huquqbuzarlik masalalari bo'yicha 8 ta hamda gaz masalasi bo'yicha 3 tani tashkil etadi. Bevosita endi mana shu aholi murojaatlarini ishlash tizimi bo'yicha qisqacha axborot bersam, muhtaram prezidentimizning 13-martdagi o'sha Qarshi video selektori bergan topshirig'iga asosan Qarshi tajribasi asosida tuman hokimligida aholi murojaatlari bilan ishlash, ularni qiynab kelayotgan muammolarni aniqlash, bartaraf etish bo'yicha chora-tadbir rejasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra
tuman hokimligida aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha tuman hokimligining ishchi guruh alohida tashkil etilgan bo'lib, barcha turdagi murojaatlar har haftaning shanba kuni mahalla hamda sohalar kesimida tahlil qilinib, mahalliy tillik ishtirokida joyiga borib o'rganiladi. Bunda asosan natija imkon qadar ijobiy hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Bugungi kunda barcha murojaatlar tahlil qilinganda eng ko'p 29 ta sohaga tegishli masalalar aniqlangan bo'lib, ushbu murojaatlar mahallalar kesimida soha rahbarlari tomonidan har haftaning chorshanba kuni sayyor qabullar o'tkazish bo'yicha chora-tadbir ishlab chiqilgan. Ya'ni haftani bir hafta qabul qilinganda eng yuqori bo'lgan murojaatlar ishlash bo'yicha ishlar tashkil etiladi. Har bir sayyor qabul o'tkazishdan oldin xabarnoma tarqatish, uni mahalliy axborot kanallari orqali fuqarolarga qabul kunlari va joylar haqida ma'lumot berib borilmoqda. Shuningdek, tuman hokimining o'sha xalq qabulxonalarida tuman hokimidan boshliq o'rinbosarlar har haftaning bir kuni shaxsiy qabul tashkil etilgan, ya'ni soat 11 dan 4 gacha aynan. Shuning uchun tuman hokimimizning sayyor qabul rejasi bu xalq qabulxonasida chorshanba kuni shaxsiy qabul sanaladi. Tumanda juma haftaning juma kunlari hududning og'ir chekka aholi hududlarida alohida tashkil etiladi. Ushbu joriy yilning yanvar-may oylarida 14 ta yoshlar uchrashuvi hamda 18 ta sayyor qabullar o'tkazildi. Ushbu qabullar hamda yoshlar bilan uchrashuvda aholi tomonidan 467 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 311 tasi qanoatlantirilgan. 109 tasiga huquqiy tushunchalar berilgan. 18 ta murojaat rad etilgan. Hozirgi kunda 19 ta murojaat jarayonda va o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Tuman aholisi uchun tuman hokimiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish uchun hokim telegram raqamlari tashkil etilgan, menejeri qo'yilgan bo'lib, unda har bir qabul qilingan o'sha murojaatlar shaxsan tumanimiz rahbari tomonidan qabul qilinadi va haftaning kun yakuni bilan o'rinbosarlar kesimida muhokama qilinib, qaysida masala bo'layotgani, qaysi tashkilot o'sha hokim telegramiga kelayotgan masalalarda ijobiy yechim topmayotgan bo'lsa, shu bo'yicha muhokama o'tkazib boriladi. Yuqoridagi o'sha murojaatlarning barchasi, ya'ni Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab berilgan ijro.uz elektron platformasi orqali tegishli tartibda sohalarga yo'naltirilib, uning ijrosi doimiy nazoratga olib borilmoqda. Hisobotim tugadi. Hisobot tugadi. Marhamat, hisobotchiga savollar bormi? Yo'q bo'lsa, shu masala yuzasidan so'z Pastdarg'om tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Shu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqildi va kengashga tavsiya etildi. Sizlardan shu masalani xulosa qilishlaringizni so'rayman. Rahmat. Shu masala yuzasidan hurmatli deputatlar, sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullar. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala Pastdarg'om tumani infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan yo'l infratuzilmasini yaxshilash uchun mablag' ajratish to'g'risida ma'lumot uchun so'z tuman hokimining o'rinbosari Daniyal Sherali Abdug'aniyevichga beriladi. Marhamat, Sherali Abdug'aniyevich. Assalomu alaykum, hurmatli rais etuvchi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Tumanimizda o'sha infratuzilmani rivojlantirish mablag' hisobidan o'rganilgan, hozirgi kunda murojaatlar ko'p bo'ladigan 15 ta mahalla kesimida mazkur ro'yxat shakllangan. Bu hozirgi kunda 26 metr kvadratdan ziyod yo'limiz, qariyb 2,5 mablag' ajratish bo'yicha qo'llangan ro'yxati bor. Ma'lumot berildi. Ruxsat bersangiz shu summani tasdiq bersangiz. Tuman yo'lni yaxshilash bo'yicha mazkur mahallalardagi. Agar savollar bo'lsa, masalan, Hisobot tugadi. Hisobotchiga savollar bormi? Savollar bo'lmasa, ushbu masala yuzasidan so'z Pastdarg'om tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Marhamat. Komissiya infratuzilma ijtimoiy barqarorlik masalalaridan foydalanish to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qulladi hamda uni xalq
deputatlar orasida sessiyasida ko'rib chiqishi va qo'shish uchun tavsiya etadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, shu masala yuzasidan ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ovozga qo'yaman. Ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovizdan ma'qullandi. Kun tartibidagi 3-masala Pastdarg'om tumanining Amir Temur nomli hamda Po'latchi mahallalarida renovatsiya loyihasini amalga oshirish ishlari bo'yicha hududni chegarasini belgilash to'g'risida hisobot uchun so'z tuman hokimining o'rinbosari Daniel Sherali Abdullayevichga beriladi. Marhamat, Sherali Abdullayevich. Hurmatli deputatlar, endi renovatsiyani bilasizlar, bu hozirgi zamon talabi taklif o'tganda endi emas, bo'yiga o'samiz deganda mana shu Amir Temur mahallamizda 18 ta va Po'latchi mahallasida 7 ta ikki qavatli uylar bor. Bir podyezdda 2 podyezdli uylar bor. 90-yilgacha qurilgan uylar bor. Asosan shu 80-yil, 90-yilga qurilgan uylar. Birinchi Amir Temur mahallamizda hududi 2,16 gektar chiqyapti. Po'latchiniki 2,37 gektar chiqyapti. Mana shu uylarni renovatsiyani buzib, o'rniga yangi zamonaviy tipdagi energiya tejamkor uylar qurilishini taklif berganmiz. Shu taklifni ham qo'llab-quvvatlarini so'rab qolaman. Agar savollar bo'lsa, tushunib olsak, marhamat. Savollar bormi? Hisobotchiga. Savollar bo'lmasa endi ko'p mana doim komissiyada ko'rib chiqdik, u muhokama ham qilindi. O'sha hamma xalq rozi, Sherali. Xalqning roziligini olgan, quruvchilar. Xalq roziligi, norozilik kayfiyati yo'q edi. Endi 100% aytolmayman. Bo'lganda shu xalq roziligi bor xalq. Raislar ham şeyda. Xalqlarning norozichiligi yo'qmi? Masalan, eski uyini buzib o'rniga yangi uy beriladi-ku. Rozilik bildirgan Bo'ldi. Bu yerda endi yana bir narsa aniqlab olishimiz kerak. Mana shu xonadonlarda eng birinchi bu uylarimizni saqlashimiz kerak-da. Shunga berilgan mablag' hisobiga yangi uy qursak ma'qul bo'ladi. Bu uylarda hozir eng yomoni kanalizatsiyasi. Hammasini ularga kishi tashqarida bo'ladi. Yuvinishga ham sharoit yo'q yoqda. Umumiy koloniyada suv ichadi, na issiq suv, na sovuq suv. Hammasini inobatga olingan. Aholi rozi, qo'llab-quvvatlagan. Rahmat, o'tiringlar. Shu masala yuzasidan so'z tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Assalomu alaykum. Savollarga Rahmat. Hurmatli deputatlar, shu masala yuzasidan ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovizdan ma'qul. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Bular 3-masala o'tsak. Nogironlik bo'yicha shaxslarga. Unga nima tayyorlaganmiz? Inson huquqlarini tayyorlagan. Rahmat. Kun tartibidagi 4-masala Pastdarg'om tumanida mahallalar va ta'lim muassasalaridagi yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida ma'ruza uchun so'z tuman hokimining o'rinbosari Xarlayev Siroj Abriyevichga beriladi. Marhamat, Siroj Abriyevich. Assalomu alaykum. Hurmatli raislik etuvchi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Avvalambor kiyinish madaniyatida uzr so'rayman. Ilk protokol emas. Bugun tadbirlarda ulgurmadik, hozir to'g'ridan to'g'ri kelyapmiz. Bugungi o'sha davlat rahbarining yoshlar uchun yozgi ta'til davrida dolzarb 90 kunlik dasturini yuqori saviyada tashkil etish bo'yicha belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqqan holda Pastdarg'om tumanida 100 ta mahallasida 129 ta umumta'lim maktabida, bitta kelajak markazida hamda madaniyat va sport muassasalarida yoshlarning ommaviy tadbirga keng jalb etish
ularni bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va uning natijadorligini muhokama qilish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu munosabat bilan biz Pastdarg'om tumanida o'sha dolzarb 90 kunlikni tashkil etish bo'yicha ishchi guruh tarkibini ham taqdim etganmiz. Agar ruxsat bersalaringiz tanishtirib o'tishim mumkin. Lekin doimiy komissiya yig'ilishlarida ham biz buni muhokama etganmiz. Hurmatli raisga aytuvchi shartmi, shart emasmi? Tanishtirib o'taylik. Shart emas, bu doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Endi agar asosiy masala bu dolzarb 90 kunlikni o'sha Pastdarg'om tumanidagi 129 ta ta'lim muassasasi va o'sha sport maktablarida munosib o'tkazish uchun ishchi guruh tarkibi tasdiqlangan, hammasini xabari bor. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Endi hozir bu sessiyadan tasdiqlanishidan maqsad bugun jamoatchilikka ham bunga keng qaratish maqsadida bu o'sha sessiyaga kiritildi. Agar lozim topsalaringiz, shuni tasdiqlab bersalaringiz, biz ishni yana davom ettiraverardik. Rahmat. Hisobotchiga savollar bormi? Marhamat. Savol emas, faqatdan ham bu sessiyamiz o'tganidan o'sha bildirgi bilan chiqqanligi sababli doimiy komissiyada ko'rib chiqamiz. Qancha vaqt bo'lgan bu sessiyaga qadar ishlar boshlanib ketgan demoqchiman. 90 kunlik davom etyapti. Mana shu o'rtada ham har bir deputat o'zini okrugidagi ijtimoiy soha, ya'ni maktabdagi, mahallalar yoshlar yetakchilari tomonidan tashkil etilgan nazorat qildi ma'lum bir miqdorda. Shu o'rinda bitta nimani aytib o'tmoqchiman. Ba'zi bir kamchiliklar bor ekan. Ba'zi bir maktablarda bolalarni chaqirgan to'garaklarga yaxtay suv qo'yilmagan, sharoit yaratilmagan. Ba'zi bir maktablarda xonalar juda ham issiq. Ana shuni bundan keyingi nimalarga bir e'tibor qaratsangiz. Masalan, 36-maktabda sharoit umuman yo'q ekan. Shundan biz buni ko'rib chiqamiz. Yana ertaga dushanba kundan boshlab ishchi guruhni ishlatib, o'sha joylarga chiqqan holda o'rganib ko'ramiz. E'tirozlar bo'lsa yana birgalikda muhokama qilamiz. Sizlarni ham o'sha ko'rsatib kelayotgan yordamlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Shu masala yuzasidan so'z tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Ushbu masala ham doimiy komissiyada ijtimoiy soha doimiy komissiyasida ko'rib chiqildi. Birgalikda hozir aytgandek birga ish olib boryapmiz. Birgalikda hamkorlikda hamda o'shani bir tasdiqlashlarini so'rab qolamiz. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qul. Rahmat Sirojjon. Rahmat. Kun tartibidagi 5-masala mahallalarda muammolarni hal etishda xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari va mahalla yetkaziligi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 35-son kengash qarori ijrosi yuzasidan deputatlar tomonidan o'rganish yakunlarida aniqlangan muammolarni hal etish to'g'risida takliflar shakllantirilgan. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Assalomu alaykum. Ushbu masala doimiy komissiya yig'ilishida muhokama etilib, qaror loyihasi ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, mana shu qaror loyihasini sizlardan ma'qullashlaringizni Shu haqida bitta tushuncha berib mana shu Senatning K35-sonli qaroriga binoan ya'ni biz xalq deputatlari hokimlikka takliflarimizni berishimiz kerak. Keyingi yilgi dasturga yoki bo'lmasa yilning oxirigacha bu ishlarni amalga oshirishni rejasiga kirgizish kerakda. Shu maqsadda 15 ta taklif beryapmiz hozir. Bu takliflar hozirgi davrda ana shu okruglarda xalqni eng qiynaydigan takliflar, ya'ni infratuzilmaga bog'liq edi. Masalan, bitta Qo'qsoy mahallasidamidi bog'cha umuman yo'q, to'g'ri yillar davomida bo'ladigan narsa. Ba'zi bir takliflarimiz muddati qisqa, ba'zi birlariga uzoq muddatli takliflar beryapmiz. Tushunarli. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni tasdiqlashni so'rayman.
qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullanamiz. Kun tartibidagi 6-masala. Har deputatlar tuman kengashi qarorlarining bajarilishi hamda deputat so'rovlariga o'z vaqtida javob berish holatlari yuzasidan amalga oshirilgan ishlar haqida. Ushbu masala yuzasidan so'z tuman kengashi kotibiyat mudiri Xolmurodova Gulora Ubaydullayevaga beriladi. Marhamat, Gulora Ubaydullayeva. Assalomu alaykum. Bunaqangi bo'lsin, o'chib qo'ying. Sizga Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, hurmatli kengash raisi. Xalq deputatlari tuman kengashi qarorlarining bajarilishi hamda deputat so'rovlariga o'z vaqtida javob berish holatlari yuzasidan kotibiyatning 2-chorakda amalga oshirilgan ishlar. 2026-yilning 2-choragi davomida xalq deputatlari Pazarobod tuman kengashi tomonidan hududlarni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish, aholi muammolarini hal etish hamda ijro intizomini mustahkamlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida tuman kengashi tomonidan jami 9 ta sessiya o'tkazilib, shundan 86 ta masala atroflicha ko'rib chiqildi. Sessiyalarda ko'rilgan masalalarni tahlil qilgan vaqtimizda hisobotlar 33 ta, axborotlar 6 ta, nazorat tartibi masalalar 4 ta, vakolat doirasidagi qarorlar 38 tani tashkil etadi. 2026-yilning 6 oy davomida xalq deputatlari Pazarobod tuman kengashi deputatlari tomonidan hududlarni mavjud muammolar tizimini o'rganish, aholi murojaatlarini hal etish hamda joylardagi dolzarb masalalarga yechim topish maqsadida faol deputatlik nazorati olib borildi. Mazkur faoliyat natijasida tegishli tashkilot va idoralarga jami 159 ta deputatlik so'rovi yuborildi. Ushbu so'rovlar asosan aholi turmush darajasini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish, kommunal xizmatlar sifatini oshirish va ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan. So'rovlarning yo'nalishlar kesimida tahlili: elektr ta'minoti korxonasi tumandagi 37 ta so'rov, tuman obodonlashtirish bo'limiga 29 ta, tuman hokimi o'rinbosarlariga 24 ta, suv ta'minoti tuman filialiga 15 ta, tuman maktabgacha maktab bo'limiga 10 ta, tuman sog'liqni saqlashga 8 ta, tuman gaz korxonasiga 7 ta, tuman yo'llar korxonasiga 7 ta, toza hudud 6 ta. Qisqasi mana shularni tahlil qilganimizda aholimiz nimadan norozi ekanligi, qaysi jihatlarimizga ko'proq e'tibor berishimiz kerakligiga shuning uchun sizlarga o'qib beryapman. Biz borib uchrashgan vaqtimizda, deputatlar uchrashgan vaqtida aholimiz bizga nima maqsadlarda, nima masalalarda yordam so'raganini masalasi bilish uchun. Demak, so'rovlar 3 ta asosiy blokka ajratilgan: infratuzilma, kommunal soha va eng katta ulushni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda esa ijtimoiy soha va uchinchi o'rinda boshqaruv va nazorat organlari. Elektr ta'minoti 37 ta bu 23% tashkil etadi. Bundan xulosa chiqarish mumkinki, demak, elektr tarmoqlarida uzilishlar, quvvat yetishmasligi, tarmoq eskirishi yoki texnik nosozliklar tizimli muammo ekanini ko'rsatib o'tmoqda. Obodonlashtirish 18,2% tashkil etyapti. Bu asosan ko'cha tozaligi, chiqindi, yashil hududlar, yo'l atrofi obodonchiligi bo'yicha doimiy murojaatlar mavjud. Tuman hokimligi o'rinbosarlariga 15,1% da murojaatlar kelib tushgan. Endi bu sohalar kesimida nimasi kam, lekin umumlashtirganda ko'p hisoblanadi. Suv ta'minotiga 9,4%, ya'ni ichimlik suv sifati, bosim, tarmoq holati va uzilishlar dolzarb ekanligini ko'rsatib o'tadi. Ijtimoiy sohada ta'lim 6,3%, sog'liqni saqlash esa 5% tashkil etadi. Qisqacha qilib aytganda, yuqoridagilardan kelib chiqqanda quyidagilarni taklif etib o'tmoqchiman. Ya'ni ba'zi bir tashkilot vakillari deputatlik so'roviga javob berish muddatini salgina buzayotgan holatlari kelib chiqyapti. Demak, elektrosiyat tashkilotlari rahbariyatiga deputat so'rovlarini ko'rib chiqish va ularga o'z vaqtida javob berish yuzasidan qat'iy choralar ko'rish vazifasini yuklatmoqchimiz. Chunki shu vaqtgacha bahona qilib kelindi, bizda ido tizimi bilan ishlaydigan xodimimiz yo'q, mutaxassisimiz yo'q degan. Hozir raqamlashtirishda prezidentimiz, davlatimiz rahbari birinchi o'ringa qo'ygan vaqtida, ya'ni ham aholini tashvishini birinchi o'ringa qo'ygan vaqtida deputatlik so'roviga befarq mas'uliyatsizlik bilan qarashni hech narsa bilan kechirib bo'lmaydi. Hali biz deputatlik so'rovini javobini ichidagi sifatiga qaraganimiz yo'q, uni vaqtida javob berishni faqatgina javobiga qarayapmiz. Har bir deputat so'rovi ijrosi bo'yicha aniq mas'uliyat belgilanib, ijro intizomi kuchaytirilsin.
belgilangan muddatlarga amal qilmagan mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli tartibda intizomiy choralar qo'llansin. Deputat so'rovlar ijrosini doimiy monitoring qilib borish tizimi yo'lga qo'yilsin va elektroset tashkiloti bu borada 2026 yil 10-iyulga qadar qilgan ishlarini kotibiyatga axborot qildi. Siz nima ish qilasiz? Unga salom. Boshqa kelmadi. Qabulda Qabuldan. Bo'lsa boshqa yetkazib hisobot beringlar. Hozir deputatlik so'rovi bo'yicha ham Senatda boshqa hozir yangi farmon loyihasi tayyorlanyapti. Endi bundan buyog'iga yer kengashimiz bilan yer sudimiz integratsiya bo'lgandan keyin men bu kotibiyat hozir bizlar muddat o'tdi deb uni ogohlantirib o'tirib, iltimos javob beringlar degandek qilib unga nima murojaat qilib o'tiribmiz. Endi raqamlashgandan keyin bir-biriga integratsiya bo'lgandan keyin deputatlik so'rovi muddat yetgandan u прямой sudga o'tib ketaveradi. Bilasizlar, deputatlik so'roviga 10 kun muddatda javob bermagan mansabdor shaxslar 7 okladgacha bo'lgan jarimada ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Qisqacha mavzum shunday iborat edi. Savollaringiz bo'lsa. Savollar bormi? Savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha savol emas, takliflarni qilasizlar. Assalomu alaykum. 4-do'stlik deputat bo'yicha choradaman. Hozir juda yaxshi ish qilgansizlarda mana berilgan deputatlik so'rovini javobini nima deydi? Nazoratga olib, men qilaydigan iltimosim endi o'sha so'rovni ichiga ham kirib ko'rish kerak. Misol uchun men o'zimdan kelib aytsam, o'tgan 5 yillikda, bu 5 yillikda hali gapirmadim. O'tgan 5 yillikda suvga chiqarganmizda, suvga viloyatgacha chiqarganmiz. Bitta oladigan bo'lsak, O'zbegim o'g'limlari ko'chasini chiqarganda kelaydigan, misol uchun 23-yil chiqarsak, kelaydigan 25-yilda o'shani ko'rib chiqishni qo'yib beramiz degan nazoratini. Lekin 25 ga 26 keldida o'rtada yana bir chiqarib, keyingisida nima deydi? Keyingi deputatlik so'rovida kelaydigan 26 yo 27 u yil kelmayapti. 2 yil, 3 yil o'tib kelmaydi yo yo'lda ham necha etdik. Aholi kelishdi, o'zlari tosham to'kdi. Tuprog'i ko'p, shag'al yutilib ketyapti, yana loy bo'lib qolyapti. Bularga ham xuddi shunday so'rovni chiqarsangiz 2 yildan keyin yo mahallalar kesimida deydi, navbat kelsin. 5 yil, 6 yil o'tdi, navbat kelmaydi. Elektrositga ham chiqarganmiz. Qancha gap so'z bo'ldi, to'polon majara bo'ldida, tungi 25 ta videoga olganimizdan keyin videoga olingan qolib ketilgan stolbani shu maqoldan keyin bir kunda qo'ydi. Bir kunda 25 ta stolbani ekib chiqdi. Bo'larkanda qilsa, lekin shu alfozda yana o'qib ketdi. Chunki 25 ta stolba qo'yilgandan keyin aholi ham bir to'xtadi. Qo'yib berayotganda, bular ulab berayotganda bizlar ham to'xtadi, kutaylikcha bir ikki oy. Lekin undan beri ham mana 2-3 oy o'tdi, u ham shunday chala qoldi. Degani bizlar hech qaysi bir deputat o'zini uyiga, o'zini ko'chasiga so'ramaydi. Aholidan kelib chiqib shularning murojaatini bizlar faqatgina hokimiyat bilan aholining o'rtasidagi ko'prik xalqning muammosini aytamiz. Lekin iltimosda tashkilot rahbarlari ham Alloh yordam qilsin. Bizni yuzimiz shu talablar qilib beramiz demaylik, lekin yetabetap qilinish kerak. Kecha ham sizga videosini tashlab berdim. Bahor mahallasida o'qituvchiga yozgan. Nima prezidentga chiqaylikmi? Tumanda o'rtasida aytilgan yo'l aytilgan vaqtda bo'lyapti-da, chetidan nima Chimboyda yashaydiganlar, Bog'li qishlog'idan yozgan. Bog'lidagilar nima tumaniga qarashilmasmi? Nima bizni yo'l qolib ketadi degan muammo bilan chiqyapti-da. Shuni ham bir buni ham tartib bor. Ichiga kiramiz, chunki Senat raisi yig'ilish o'tkazganda aytdi-ku, mana shunaqangi xom xatolar javoblarga chora ko'riladi. Realniy sifra bilan javob beriladi. Hozir ana shu integratsiya bo'lgandan keyin deputatga nima chaqiradi sudya, shu vaqtda aytadi, sen mana bu javobdan qoniqdingmi? Agar sizga hozirgidek javob berayotgan bo'lsa, qoniqmadim desangiz ham baribir jarima qo'llanadi. Rahmat. Boshqa savollar bormi? Savollar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha ham sizlarning qaror loyihasi tarqatilgan, hurmatli deputatlar. Qaror loyihasiga qo'shimchalar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Ma'qul degan deputatlarni ko'rsatib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullandi. Kun tartibidagi 7-masala. Pastdarg'om tumanida mavjud ehtiyojmand oila xonadonlarni energiya tejamkor qilib ta'minlashga mablag' ajratish haqida ma'ruza uchun so'z tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi boshlig'ining o'rinbosari Shukurulloyev Otabek Nurullayevga beriladi.
Marhamat, o'qiring. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi 2026 yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qarorning 13-bandida energiya samaradorligini oshirish 2026 yil 1-martdan boshlab mahalla yettalik xulosasiga asosan ijtimoiy reyestrdagi birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli a'zosi bo'lmagan oila xonadonlarini devor va tomlarni izolyatsiya qilish, energiya tejamkor deraza, eshik hamda quyosh panellari yoki geokollektorlar o'rnatish ishlarini amalga oshirishni ta'minlash maqsadida bizning tumanimizda ikkinchi bosqichda 5 ta xonadon, tumanimizda yashayotgan 5 ta xonadonni uylarni ta'mirlashda 5 ta xonadonga 309 million pul mablag'ni ajratishda tasdiq berishlaringizni so'rab qolamiz. Shu 62 million qanchadan edi? 61 million. 61 million qancha? O'sha 19 ta nima? 19 dan tashqari yana ikkinchi bosqichda 19 ta oila edi, yana 5 ta qo'shdik, shundaymi? Shu 5 ta oila. Savol bersam mayli? Marhamat, savollarimizni. Bitta so'rayapman. Mana shu bordik biz xonadonlarga. Ko'rdik. Keyin boyagi ro'yxatni ham ko'rdik. Nima qilinishi kerakligini, defektli aktlarni ko'rdik. Men bitta narsa qiziqtiradi. Bazaltoviy fasad deb yozilgan. Bazaltoviy fasad deb yozilgandan keyin men endi shu boyagi tashqi fasadni boyagi nima deydi? Qanday qimmatbaho bilan bir tekstlab shulab qo'ygan bo'lishi kerak. Lekin men ko'rganimda bitta xonadonni, endi familiyasini aytib o'tirmayman. Xonadonni shundan olganda oqlagan, demak, sokolni kraskalagan. U bazaltoviy fasadga kirmaydi. To'g'ri aytganingiz, bazalikni fasadni bu uy qurishdan maqsad o'sha uyni sovuq kunlarda issiqroq saqlash, yoz issiq kunlarda salqin saqlash uchun bazalikni fasad qilinyapti. Ba'zi holatlarda devor nima edi, paxsa devor bo'lganligi uchun uyni ichkari tomonidan bazalikni yopishtirib chiqyapti. Bu issiqni saqlash uchun. Chunki orqa devor paxsa bo'lgani uchun issiq sovuqqa ko'tara olmaydi, u og'irlik qiladi. Devor bardosh bera olmaydi unga. Endi javob berasizga bu qilishmasda. Endi bazaltoviy fasad deb salida noto'g'ri ketib qolgan. O'sha xonadonni nogiron foydalangan bitta xona, bitta xona bo'lsa, kvadrat metrga ketib chiqadi xonasi. Ichkarisi hozir aytgandek, to'qson yo paxsali yo xomboshli. Bu tashqari qilmaydi unda bazalt. Shuning uchun ichki xonada bazalt qilib, ustidan dekor bilan tushib ketyapti. Hammasi bazalt qilyapti. O'sha yashagan xonasini Ichkarida. Ichkaridan qilyapti. Keyin yana bitta narsa tushunasiz? Sherali aka, boyagi ustalarning haqi yozilmagan nimagadir. Defektli aktda ustalarning haqi ham bo'lishi kerak. Ya ustaning haqi o'sha materialga qo'shilib ketgan. O'shaning. Tushunarli. Marhamat, Fatima Bazarova. Kechirasiz, meni saylangan hududimda ikkita xonadon to'g'ri kelgan, bitta katta naymanda, bitta kichik naymanda. Bordim, to'g'risi bitta xonadonga kirsangiz, to'g'risi gap rahmingiz keladi. Kishilar bilan eramgun xotina, u bitta odamni olib kelib gaplashasiz. Bechora u yoqdan bu yoqqa chopayapti-da, faqat oqlab ketilgan tomonda nima uchun bunday ish to'xtab qolgan? Nima pul yetmayaptimi? Nima davom ettirilmayapti? Men shunga hayron qolyapman. Bu tuman ishchi guruh tomonidan o'sha quruvchilardan sizlarga ham katta rahmat. Sizlarning o'zlaringizdan joylarga chiqib turib, ko'rib, ko'zlaringizdan ko'rib, kamchiliklarni bizlarga aytdilaringizlar. Bizlar ham tumanda tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan tuman hokimining o'rinbosari bilan birgalikda o'sha xonadonlarga kirib o'zimiz ko'rib chiqdik. Ko'rib chiqqanimizda haqiqatdan ham o'sha kamchiliklari, qilinmagan ishlarni hammasini ko'rib turib, ogohlantirish o'sha quruvchiga chaqirtirib, ogohlantirish berildi. Agar shu belgilangan muddatda shu
qarorda nima ko'rsatilgan bo'lsa, devikni aktda nima ko'rsatilgan bo'lsa, qilmaydigan bo'lsa, shu jazo qo'llashi yoki ichki ishlar organi prokuraturada qonun qilish tushuntirildi. Hammasiga muddat berilgan. Yana savollar bor, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, 14-saylov okrugida saylanganlikda hozir so'radi. Otabek aka, shu savolim bor. U aytyapti, bu ishlarda hududlarga borganda qisman bo'lsa ham boshlangan, lekin mana bu hududda joylashgan fuqaromiz Ro'ziqulov va Shahlovaga umuman bormagan ishlar qilinmagan. To'g'ri, bu nima uchun bunday bo'lyapti? Boshqa yerda boshlanyapti-yu, bo'lyapti, boshqa yerda umuman bormayapti. rahmat sizga savolingizga. Birinchi bosqichda o'sha 19 ta xonadonda uyini remont qilish yoki ta'mirlab berish masalasida birinchi ro'yxat shakllantirilgan vaqtda o'sha xonadon qarorni bandlarga to'g'ri kelmagan Ma'lumot mahallasida yashovchi fuqaroni. Chunki oilasida birinchi guruh nogironligi bo'lsa-da, oilasida mehnatga layoqatli a'zosi bor ekan. Bu bo'lmasa u sessiyaga kirilyapti, tasdiqlanyapti. Nima uchun berilyapti? U mablag'ga qaytib ketyapti degan savol bor. Keyin o'sha sessiyaga qo'shimcha kiritildagina 5 Naymonni mahallasida yashaydigan yakka yolg'iz birinchi guruh nogironi bordi, xonadoniga o'tkazib berildi. Sessiyani qaror qilib qo'yiladi. Savol qo'yiladi. O'zi qaror chiqarmas, qo'shilmas qanday o'tib ketadi. Qo'shimcha kiritgani birikkan. Yo'q, qaror sessiyaga kiritilmaganda u biz tasdiqlaganmiz bu narsalarni. Endi qilmagandan keyin aytish kerak edi. Meshalarga oydinlik kiritdik. Qo'shimcha ma'lumot kiritamiz. To'qsonlik 199 5496 96 Mana nomerini beryapti-ku. Akram aka. Akram. Assalomu alaykum. 12-Zarafshon saylov okrugidan deputat nomzodi. Zarafshon saylov okrugida ishlar juda uzda yo'lda, oxiriga yetmagan. Birinchi uyga qilingan, keyingi uyga o'tkazilgan. Tartib buzilgan, Do'stmurodov aytgandek. Kengashda ko'rilgan, kengash tasdiqlagan qarorlar ijrosi yaxshi emas endi. 12-Zarafshonda qilinayotgan ishlar oxiriga yetmagan, chalashib turibdi. Kim monitoring qiladi? Sinfga to'g'ri kelmaydi, ya'ni qurilish qoida va normalariga to'g'ri kelmaydi. Bu ishni oxiriga yetadi, biz tekshiramiz lekin agar shu yerda kamchilik haqiqatan ko'rsatilgan miqdorda bo'lmasa, tegishli tashkilotga topshiramiz. Bu endi siz Oqmanli mahallasidagi Shunday. tushunarli. Ko'rdim bu haqni. Mana bu kishini nomerini berdik. Hozir savollar ko'payib ketyapti, ilardan chiqib ketmaylik. Sessiyadan keyin telefonda gaplashib olasizlar. Lekin shu e'tirozlarni qabul qilishingizni so'raymiz. O'tgan safar viloyat sessiyasida viloyatda ko'rildi mana shu masala. Keyin aytdi, qurilish bo'yicha o'rinbosar bitta dedi. U har bitta uyga borib nima qilolmaydi, lekin inson ijtimoiy xizmatlarida vakillari har bitta mahallada bittadan vakili bor. Shuni boshida tursin dedi. Shu qurilishni boshida oxirigacha tursin. Nimaga ertaga borib so'ragan vaqtda javob bersin. Haqiqatan bazalt bo'lyaptimi, bazalt bo'lmayaptimi? Uni usti bo'yab shu olgandan keyin biz ichini qayerdan bilamiz? Fulon opa aytgan narsangiz to'g'ri. Shunaqa topshiriq berilgan. Har bitta uyga bittadan ijtimoiy xodim belgilab berilgan. Endi mana bu aytayotgan e'tirozlaringiz bu ijtimoiy xodimda u quruvchi emas. Tushunmaydi-da. Tushundingizmi? Lekin har bitta uyga bittadan ijtimoiy xodim yoki markazdan bironta xodim biriktirilgan. Hayır, onu tushunmasa, lekin mana dashada ko'rib kelgan xonadonda ikkita eshik o'rniga bitta eshik qo'yib ketilyapti. Hech bo'lmasa shuni tushunadi, sonini tushunadi-ku. Qaysi xonadondagi? Yangi qishloq bilan Bahor mahallasidagi. Ikkita eshik. Yangi qishloqda hali yangi qishloqda ham Bahor mahallasida ham ishlar tugatilmagan. 100% bo'lgan emas. Hali bitta eshik ichkariga qo'yilgan bo'lsa, ichkaridagi eshikni ham ichkarida ikkinchi eshikni ham almashtiriladi. Bu menga qo'yib bo'ldi, endi almashtirmasdan degan. Yo'q, u qabul qilinmaydi-da. Uni 12 ta kishi 12 ta tashkilot qabul qiladi. Bir kishiga bog'liq emas. Shu masala yuzasidan so'z Pastaroq tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar
masalalar bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Mana masalalar qo'yilgandan oldincha 5 ta masalasi bo'yicha siz doimiy komissiyada ko'rib chiqildi va sessiyaga kiritish bo'yicha taklif kiritildi va ushbu masalani qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Rahmat. Shu masala yuzasidan sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga boshqa qo'shimchalar bormi, yo'qmi? Yo'q. Boshqa qo'shimchalar kuchaytirish kerak. Kuchaytiramiz. Endi o'z nazorat hozir olib boryapmiz-ku. Nasib bo'lsa endi oxirigacha bizlar ham kuchaytiramiz. Mahalla yetkiligidan ham talab qilamiz-da. Masalan, meni mahallamda ham bitta bor, men boraman har o'tgan qaytganda yo'lim ustida, lekin biror marta shu mahalla raisi men bilan 2-3 marta bordi, bu ijtimoiy xodimni borganini to'g'risi ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Shuni nazoratga olishingiz kerak. Tushunarli. Ovozga qo'yaman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qullanadi. Rahmat. Katta rahmat. Kun tartibida 8-masala tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish va korrupsiyani oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot uchun so'z tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Do'stmurodov Nodir Nuriddinovichga beriladi. Marhamat, Nodir Nuriddinovich, qisqa o'rinda axborot bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bizlar mana shu Qazig'on tuman gaz ta'minoti bo'limida korrupsiyaga qarshi kurash va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan tekshiruvlar o'tkazdik. Endi men qisqacha aytmoqchiman. Tumanimizda gazimiz boshlig'i yo'q ekan vaqtincha. Yerga kirganda ish rejasi ham yo'q. Boyagidek birorta hujjati yo'q. Ish qilinmagan. Biz vaqtincha bo'ldik dedi, bo'ldim dedi. Tumanimizda shu o'ylayman, tumanimiz hokimiga ham taklif berishimiz kerak. Shu tumanimiz gazni boshlig'i ham yaxshi bir qishloq tumanimiz deydigan, yurtimiz yashaydigan naman insonni qo'ysada, endi gaz tumandagi 6 oy, 1 yil, 2 yil ham bormayapti-da, bo'shyapti. Vaholanki yerda 80 ta ishchi bor, ish qilinmagan. Kirsangiz abgor holda buning ichiga o'zi kirishda o'zi qonun yo'q-da. Tatalak bosib ketgan, ishchilari yo'q, boshlangan joyda yo'q. Bu ish odam bo'lmagandan keyin ish bo'ladimi? Endi mana muhtaram prezidentimiz ham aytyapti, mana shu qarorlar qabul qilyapti, farmonlar qabul qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat tomonidan ham mana prezident 74 sonli qarorlar chiqarilyapti. Lekin bu korrupsiyani oldini olishga qaratilgan ishlarda hammasi. Mana hozir adliyaning boshlig'i ham o'tiribdi ekanmiz, harakatimiz. Bu savol tug'iladi-da, korrupsiyani yo'l qo'ymaslikning eng asosiy sabablari nimadan deb o'ylaymiz deganda, yo qonunimiz kuchsizmi yoki bo'lmasa odamlarimizda tushuncha yo'qmi desa, men o'ylaymanki, odamlarimizda tushuncha yo'q. Agardaki qonunni yaxshi bilgan, ichiga kirib qolgan odam korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi. Xatoga yo'l qo'ymaydi. Ba'zi mana Senat tomonidan tasdiqlanyapti, mana pul oldi berdisida, manfaatlar to'qnashuv deydimi, ularda masalan sudlarni qamaladigan bo'lsa, oxirigacha o'tiradigan tasdiqlanyapti-da. Bu eng mana shu narsalarni biz rahmat ishlarini olib borishimiz kerak. Bu narsalar mana shu tuman gaz bo'limi tomonidan mana shu narsalar qilinmagan. Ishlar juda qoniqarsiz ahvolda. Endi nima deymiz? Biz yana bir 2 oydan keyin o'rganishdi. Aytdik vaqtincha boshlig'iga ishlarni amalga oshirib, biz yana 2 oy ichida ko'rib, tekshirib xulosa qilamiz. O'sha boshlig'iga qarorlarni bergan sizlarga kompleks Sherali aka sizga qaraydi. Nazoratga olasiz endi Sherali. savollar bo'lsa Savollar bormi axborot? Yo'q. Savollar bo'lmasa, shu masala bo'yicha ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan, hurmatli deputatlar, ovozga qo'yaman. Qo'shimcha takliflar bo'lsa, roziman degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibida 9-masala. Tumanda meliorativ obyektlarni rekonstruksiyasi va ta'mirlab tiklash ishlarini amalga oshirish yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha Pastdarg'om tuman meliorativ ekspeditsiyasi bo'lim boshlig'i
Xudoynazarov hisobot uchun so'z tuman melioratsiya ekspeditsiya bo'limi boshlig'i Xudoynazarov Abduhalil Abdurashidovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, tuman kengash qatnashchilari. Bizlar Meliorat ekspeditsiya tumanda Meliorat ekspeditsiya bo'limi Zarafshon irrigatsiya havuzi huzuridagi Meliorat ekspeditsiya. Bizlar melioratsiya bo'yicha 5 kishi o'zim bilan faoliyat yuritadi. Shu tumanimizdagi 53.855 gektar sug'oriladigan yer maydonlarini meliorat holatini yaxshilash bo'yicha tumanda 486 kilometr zarur kollektor tarmoqlari mavjud bo'lib va 81 dona nazorat quduqlari mavjud. Bunda bizda 4 ta xodim va 122 kilometrdan har biriga kollektor tarmoqlari va 21 donadan nazorat quduqlari berkitilgan. Bular to'liq o'ziga berkitilgan shu kollektor nazorat quduqlarini nazorat qilib boradi. Bunda bular o'sha melioratsiyada kollektor suvlarni har 10 kunda o'lchab, nazorat quduqlaridan olinayotgan ma'lumotlarni yig'ib, oylik hisobotga shaharga topshirib boradi. 25-yilda bizning Meliorat ekspeditsiyasi 68 kilometr kollektor tarmoqlarini ta'mirlash, tiklash ishlarini olib boradi. Bunda 12 dona fermer xo'jaligini, aholi va tomorqa yerlarini 1638 gektar sug'oriladigan yer maydonlarini meliorat holati yaxshilanishiga zamin yaratdi. Bunda shu loyiha ichida Chimboy shoxobcha 4 va Xanchirvoqdagi 13-shoxobchalarimizga quvurdan o'tish va 12 metrli akrilik qurilmasi qurib berildi loyiha bo'yicha. Endi Pazarg'on tumani 2026-yilga ta'mirlash tiklashga qora loyihasi bo'yicha 58 kilometr kollektorlarni loyihasini kiritdik. Bu hozir kiritilgan kollektorlar oxirgi marta tozalangan yili 2019-yil. Kuzatishlar natijasida bu kollektorlarda loyihalarning apostolarini tushishi, har xil o'tlarning o'sishi natijasida kollektorning parametrlari buzilib, loyihaga to'lib qolishi natijasida bularni 2026-yil ta'mirlash tiklash loyihasiga kiritdik. Hozir bunda Xanchirvoq, Chimboyabad, Sharof Rashid, Buslik, Samarqand, Ilim, O'zbekiston va klaster 1 hududlarida bu kollektorlar hammasi ta'mirlash ishlari tushgan. Hozir bu loyihaga kiritilgan kollektorlar ichida muammoli joylarimiz bizlarda Bobur MPga qarashli Xatchali kollektorida 2 kilometr yerda daraxtlar ekilgan, noqonuniy xalq tomonidan noqonuniy muhofaza chegaralariga ikki tarafga ekib tashlagan. Ushbu biz loyiha bo'yicha shu daraxtlarni olib tashlashni taklif qilyapmiz. Va loyiha ichida bu Chikol Sharof Rashidov 2 yerda 19-kollektorimiz tushyapti. U yerda bir 600 metr ko'cha yoqasiga o'tgani uchun 600 metrdagi tuproqni texnika yordamida tashib chiqarib qo'yish taklif kiritilgan. 2026-yil davlat dasturiga kiritilgan rejalashtirilgan mazkur tadbirlarni amalga oshirish natijasida tumanimizda Xanchirvoq, Chimboyabod, Ilim, klaster 1, Do'stlik, Samarqand, Rashid ikki hududlarida fermer xo'jaliklari va aholi tomorqalarining yer osti suvlari tushishi hamda 2158 ga sug'oriladigan yer maydonlarining meliorat holati yaxshilanishiga zamin yaratadi. Bular tushunarli. Bizlar buni doimiy komissiyada ko'rib chiqqanmiz. Endi savol-javoblarga o'tsak, hozir mana shu muammoli joylaringizda daraxtlar bor deyapsiz, keyin loyihani mashina toshish kerak. Sizga nima muammo bo'lyapti, nima yordam kerak sizga? Menga yordam mana shu loyiha ichiga tushgan kollektor yoqasida hozir aytdim, Xatchalda, Bobur MTBda. Shuni yoqasidagi daraxtlarni kichik muammo bo'ladi olishga. Chunki aholi tomonidan ekilgan.
Endi mevali To'g'ri, manzarali har xilda. Ha, har xil darajada bitilgan. Ekologiyaning boshlig'i kelgan hozir nima qilish kerak bu ishda? Sizga xat bilan chiqish kerakmi? Aholi o'zini shu muhofazat zonasidagi daraxtlarni ba'zan soni qaror yozsin, 8-marta yozsin, qattiq imkon bor. O'zi baland bo'lib olish. Daraxtlarni. Daraxtlar. Shundan keyin ba'zan mahkamasi 86 soni qaror yozsin, yig'indagi daraxtlarni kesishga yo'lsa ko'chirib xavf hududga ko'chirib o'tkazishga ruxsat olish bo'yicha ariza berdi. Unda oldingi yil loyihada ham mana shunaqa daraxtlar chiqib qo'ydi, keyin ariza berdim yig'inlarchiga. Bu yerda menga aytishdiki, daraxtlar sonini sanab berasizlar deb, o'zingiz to'lab olasiz dedi. O'zingiz to'lab olasiz dedi unga. Diametri qancha nima qilishini, keyin ekologiyaga o'tkazdi, keyin ekologiyaga yana nima qildi, yordam bo'lmadi oldingi safar. Endi to'lov qilishga sizda mablag' bormi? To'lov qilish bo'lsa sizda mablag' bormi? Yo'q, bu davlat tomonidan bo'ladi. Prosta hozirgi bitta daraxtga tiyinaman desangiz, aholi bitta odam chiqadi-da, telefonda shaytki, bo'lmasa o'zingizga olib keyin balansingiz olsangiz, yuridik va jismoniy shaxslarni bo'lmasa bo'ladi. Agar shunday o'zingizga qatlovga olsangiz, o'zini mulkiy qilamizdan, ba'zi mahkamasi 165 sonli qarorni birinchi bob ikkinchi bandiga yozsin, kesishga ko'chirib o'tkazishga deyiladi. Lekin o'zlariz balans bo'lmayapti. Balansga olish uchun qanaqa asos bor dedingiz? Balansga olish bo'yicha daraxtlarni turi va soni bo'yicha yoshi bo'yicha o'zlarini hujjatlari bor. Ana shuni qiladi, boshqarmasi tasdiqlaydi, balans отчетga olinadi. Bo'lmasa hujjatlarni qilish kerak-da. Yo'q, bizlar masalan muhofazamizda bo'lsa, ularga shartnomaga tortishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q, siz shartnoma qilib berasiz. Yo'q, shartnoma qilaman deb o'zini xohishi bilan kelsa qilib beraman, majburlab. Shartnoma masalan qilinmaydi, baribir sizni hududingizga. Bo'lmasa mana Abdulla aka sizlarga yordam beradi, qonuniy tartibda amalga oshirish kerak. Haqiqatan to'g'ri, bu kishi ertaga jarimaga tushib qolmasligi kerak. Siz bu kishiga yordam bersangiz, Abdulla aka uchovlaringiz Zafar aka yordami orqali qonuniy qilish kerak-da. Haqiqatan bu daraxtlarni kesib tashlab jarima to'lab o'tmash kerak bu kishi. Loyihani toshib chiqishga mashinalar yo'q, o'zi ulardan bo'ladi. Keyin boyagi masala Furqat mahallasidagi Mostar to'g'ri. Qani bir mahalla raisi kelgan? Furqat mahalla. Mana e'tiroz ayting endi bu kishiga. Boyagi Furqat mahallasida Obshiyaga uy bor-ku, pastdagi kollektor yoqasida. Shu nima mosor tushsa kollektorga tashlayapti, endi juda ayanchli yerdagi mosor. Ekologiyaga ham tashlab berdi. Rasmiy. Sizni xabaringiz bormi, rais bor? Yerga bir ikkita yashik va bir nima qo'ydirmasa mosor. Yashik so'raganmiz, beramiz deb, bitta yashik so'raganmiz, shuni desa yaxshi bo'lmaydi. Yashik yo'q dedi. Uni talab qilinglar, so'rang. Masalan, bizaga chiqing. Endi hozir mahallani o'shanaqa holatiga mahalla javob beradi. Uni boshqa tashkilot yo'q, uni obodonchilik yo toza hudud hamma mahallani nazorat qilmaydi. Mahallaning 7ligi bor, to'g'rimi? Siz boshchilik, uchastkavoy bor, hokim yordamchisi bor. Shu xalq ishiga arqib shunchalik musur tayyorlayotgan bo'lsa, uni jarima qilish kerak. Ularga qutini tegishli tashkilotdan so'rang, bo'lmasa bizaga murojaat qiling, biza yordam berib tezlashtirib shu qutisini qo'ydirib beraylik. Shug'ullanasizmi? Uni o'zimiz nazoratga olamiz. Boshqa savollar bormi? Qorako'llik usuldagi 13,25 kilometr bo'lsa-da, loyihaga 58 kilometr ko'rsatish. Qanday bu Masalan, loyihaning nomini shu qora kollektorga qo'yganmiz. Uni uzunligi o'zi 13,25. Umumiy loyihaning uzunligi 58 qiladi. Bizlar masalan loyiha qo'ysak, bitta kollektor Avzakentni Chumbayga qo'ysak, shu bo'yicha bir ta'rif berib ketib, keyin umumiy loyiha uzunligini qo'yamiz. Saodat. Assalomu alaykum.
iqtisodiy muzokaralar o'shalarni hozir hisoblaringizda aytib o'tdingiz, Sharof Rashidovga hududi dedingiz. O'sha hududlar menga tegishli. Shu yerda qurilish ikki qishloq, qurilish bir qishloq, Chikal degan joylarimiz ham bizga tegishli. Men aytganim, o'sha joyda bir bino holatini tiklash uchun mablag'ni qazishlari. Mana o'qib o'tib qoldi. Yo'q, siz taklif berdingiz deyapsiz. Yo'q, bo'ladi. Bu Yil yakunigacha 26 ga kiritilgan, hozir 26-yil bajaramiz shuni. Keyin qarang, shu zavod qurishlarga men ko'proq e'tibor beraman. Men shu tomonda yashayman. Zavod qurishlar shu katta uyni qilib tashlab ketadi. Sizlarda bir loyihalaringizda bormi? Shuni bir tekislash ishlari, birdan qilinishi. Bor, kavaler ishlari bo'ladi hamma. Bo'ladi. Chunki yerda aholi ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanadi, chorvani sug'orish kerak-da. Chorvani sug'orish uchun uni juda qiynalyapti-da. Ko'p bolalar tushib ketadi. Shuni bir iltimos qilmoqchiman. Bir tekislash ishlarini birdan amalga oshirib ketishlar. Bo'ladi, kavaler ishlari bo'ladi. Marhamat. Hozir aytyapsizda, mana muhofaza zonani ikki tarafiga aholi tarafdan daraxt ekilib tashlangan. O'sha vaqtda shuncha odam kelishyapsizlarda, bitta masalaga kelolmayapsizlarda, ko'kargan daraxtni kesishni o'zi bir muammoda. Shunday bo'ladi. Qancha jarima to'laydi, lekin shuni ekish vaqti nima uchun oldi olinmagan, nazorat qilinmagan? Endi bizlarda o'zi 5 kishi ishlaymiz, ishchilarimizda 500 kilometr qarshisi kollektorimiz bor. Bu Timboli aholi ichidan o'tyapti, mana mehnat ichida. Aholi masalan tomorqalarni ichidan o'tyapti. Xohlaysizmi, xohlamaysiz ig'oga. Shuni bir yil ko'rib. Uni hammasini nazorat qilishni iloji yo'q. Ko'rganicha necha yil o'tadi? Yo shuni o'z-o'zidan etganmi, yo biron bir organ shunga yordam berganmi? Shu insonni o'zini topish kerak. Ana keyin masala o'z-o'zidan yechiladi. Xalq bilan juda qiyin, hammasi bilan yecha olishda qiyin bo'ladi. Uni iloji yo'q. Uni har qaysi bilan gaplashib chiqishda iloji yo'q. Hammasi milliy nasihat qilish. Savollar bormi? Yo'q. Shu masala yuzasidan so'z Pastdarg'om tuman kengashining agrar suv xo'jaligida ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Doimiy komissiya tumanda meliorativ obyektlar rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari bo'yicha demak ushbu masalani ko'rib chiqqan va kengash navbatdagi sessiyaga ko'rib chiqish uchun tasdiqlash uchun kiritishni tavsiya etadi. Rahmat. Shu masala yuzasidan ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Shu qarorni ovozga qo'yaman. Marhamat, roziman degan deputatlarni ko'plab tasdiqlashdan so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, ovozdan ma'qullar. Mayli. Rahmat. Kun tartibidagi 10-masala har deputatlar Pastdarg'om tuman kengashining 2026-yil 30-apreldagi 101K 26 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risida hisobot uchun so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Mahmanazarov Ulug'bek Tahorovga beriladi. Marhamat, Ulug'bek Tahorov. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari. Barchalaringiz xabarlaringiz bor. Mana yuqorida o'qilgan qaror bo'yicha biz obodonlashtirish boshqarmasining texnikalarini, ya'ni xon hamda ekskavator maxsus mashinasini ta'mirlashga mablag' ajratdik. Shunga yuqorida doimiy komissiyada biz juda ko'p muhokama qildik. Agar qo'shimcha savol va anavilaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Buni batafsil ko'rib chiqdik, joyiga ham borib o'rgandik. Shu bo'yicha komissiyada savollar bo'lmasa, shu masala yuzasidan so'z tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Ushbu masala dastlabki ravishda doimiy komissiyada ko'rib chiqildi, sessiyani kun tartibiga qo'yildi va qaror loyihasiga ko'rsatilgan bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan ham sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Ovozga qo'yaman, roziman degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashdan so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovdan ma'qullar. Rahmat. Kun tartibidagi 11-masala. Tumanda sanitariya epidemiologik holatni yaxshilash borasida tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida so'z tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi boshlig'i Boliyev Ilyos Ismatovichga beriladi. Marhamat, Ilyos Ismatovich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Hamma qaror loyihalarimiz tarqatilgan. Hurmatli prezidentimizning shu kuchchilikda rivojlantirish ishlarini qilayotganimizda qancha qoramollarni rivojlantirishda
Shuning uchun mayda chorva qoramolar, chorva fermerlarda nima qilingan hammasi qaror loyihalari ko'rsatilgan. Chorva fermerlardagi qilinayotgan ishlar o'zimizni 33ta shu zo'rtinar punktlarimizda bajarilayotgan ishlar hammasini qaror loyihamizda ko'rsatilgan. Shular bo'yicha qanday savollar bo'lsa marhamat buyurun. Bu kishini masalasi ham doimiy komissiyada muhokama qildik. Hammamiz o'rgandik, savollar marhamat. Menga bitta nimani bir tushuntirib bersangiz bo'lmasa aka. Mana masalan chorvachilik fermer xo'jaliklarimizni soliq bazasida me'yor bo'yicha fermer xo'jaligida nechta ishchi soni ishlashi kerak? Me'yor bo'yicha 2991 nafar ishchi bo'lishi kerak ekan. Lekin bizda mana shu chorva fermerlarimizda bor 210 nafari soliq bazasida ko'rinyapti. Endi uni ishchilarni soliqman endi yo'q, sizga просто tushuntirib bersangiz me'yor jihatida me'yor jihatdan qancha bo'lishi kerak? 100 ta mol bo'lsa 100 ta molga bitta qarovchi, bitta qarovchi, bitta veterinar, bitta sog'uvchi bo'lishyapti. 3 lekin me'yor bo'yicha 2991 nafar bo'lishi kerak ishchimiz. Ulardagi 210 nafar. Qarang, ulardagi ko'pchiliginiki ko'p tarmoqli bermada. Ko'p tarmoqli bo'lganda bularda masalan 300 gektar yeri bor. 300 gektar yerida paxta g'allachilik ko'p. Paxta g'allachilikda yeriga ko'p qo'yiladi. Yarim gektarga, 1 gektarga odam soni ko'payib ketaverganda, shuning uchun ularda ish o'rni ko'p ko'rsatilyapti. Faqat отдельно bo'lgan chorvachilik bo'lgani o'zi 14 ta bizning chorvachilik haqiqiy faqat chorva mahsulotlarga beriladi. Qolgani hammasi ko'p tarmoqda bular. Men chorva bilan shug'ullanayotgan fermerlarni so'rayapman. Chorvachilik fermerlari. Chorvachilik men bundan paxta g'allachilik deyapman. Paxta g'allachilik bo'lgan ish o'rinlari ko'p ko'rsatilgan. Yo'q, kam ko'rsatilgan deyapsiz. Shunday, kam ko'rsatilgan deyapsiz. U rejada ko'p ko'rsatilgan deyapman. Ha, rejada. Rejada ko'p ko'rsatilgan, shu sababdan ko'payib ketganda bo'lsa. Rejani to'g'rilab olish kerak. Rejani endi soliqda to'g'rimi? Aytgani bo'yicha bizga dastlab chorvachilik fermer xo'jaligi sifatida ochilgan. Lekin haqiqatda o'sha chorva bosh soliq nisbatan Urganch tuman hokimligida har yil boshida Urganchga olib boriladi. Chorva bosh soliq bo'lmagani sababli hozir shunda paxta g'allachilikka moslashtirildi. Soliqni bazasiz oladiganda o'sha tortiladi haqiqatdan chorva yo'nalishida yeriga qarab o'sha ish o'rni bo'yicha me'yor bo'yicha tortiladi. Sizda 2100 da qancha reja kelib chiqadi. Bu chorvachilik bo'limi aytayotganda haqiqatda lekin chorva bosh soniga molga nisbatan 219 ta lekin kam. Kamida 50-60% ish o'rni yashagan. Umuman to'g'rilashimiz kerak. Endi bu bo'yicha hozir mana hammalaringizda biladi yashil iqtisodiyot bo'yicha alohida ish guruh qilingan. 38 ta yo'nalish bo'yicha aynan shu birinchi yo'nalish, ya'ni konvert usulda oylik to'lash bo'yicha alohida ishlar olib borildi. Bu bo'yicha yil yakuni bo'yicha to'liq. Buni bitta sabablaridan shu bo'lsa kerak. Ish o'rni real holatda bor, lekin soliq masalasi o'rnini yoshiradi. Oylik konvert usulda bo'lsa 3 ta ko'rsatadi. Marhamat. Aka shuni hozir 70 ta fermer xo'jaligi chorvachilik. Shuni 44 tasini naslchilik bahona berilgan. Qolganlari nima uchun berilgan? Endi 44 tasi shu chet davlatlar bilan shartnoma qilib olib kelinganiga berilgan. Naslni mo'llab kelganiga berilgan. Shuning uchun. Shunday berilgan. Yana bir savol. Hozir kungacha qaysi kasalliklarni emlash bilan qilingan chorva mollari? Misol uchun hozir biz tomonda osul kasalligi ko'pda. Shu qaysi emlashlar qilingan? Hozir shu oqsil kasalligi, kuydirgi kasalligiga emlash ishlari davom etyapti hozir. Shu danva. Hammasi qilindimi? Yo 100% hali qilingan, endi qilib davom etyapti, o'sha. Kuydirgi kasalliklarga Bo'lyapti hozir. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu kasalliklar bilan bog'liq savol edi. Ma'lumotda shunday keltirilyapti. Tumanda 208 ming bosh qoramol, 165 ming bosh qo'y echkilar deyilgan. Lekin kuydirgi kasalligiga doza 116 ming doza vaksina keltirilgan ekan. Shu qamram yetarlimi?
Buning endi bizni tilimizda aytganda imino fondi bo'ladi-da. Biz masalan 1 yil davomida bir marta qilinadi bunchani. Biz noyabr oyida 2025-yil qilganamiz, yani imino fondi bor bunchani. Shuning uchun hozirgi imino fondi tugaganiga biz 115 ming olganmiz hozir. Bu yana yil davomida davom etib ketaveradi. Noyabr, dekabr oyida yana maksimum qolganini davom ettiryapmiz. Boshqa savollar bo'lmasa, Savolingiz ko'p edi siz. endi doimiy komissiyada ham shuncha savol berildi. Ruxsat bering. Deputat Terusturay. O'zi doimiy komissiyada biz bordik, yozganimiz ish joyini ham ko'rdik, laboratoriyani ham ko'rdik. Men bitta taklifim, bitta mana shu veterinariya degani o'zi bir juda murakkab soha. Deputatlarni ham shu qo'llab-quvvatlash mana shu veterinariya sohasida. Hozir mana laboratoriyaga ham xat qilyapmiz, asbob-uskuna olib berish uchun. Ayniqsa o'zimizni tumanni veterinariyasiga yordam berishimiz kerak deb o'ylayman. Har bitta veterinarda o'zini sumkasi bo'lishi kerak ekan, xuddiki boyagi tez yordamda birinchi yordam, uni ichidagi nimasi o'zi mezon bo'yicha qaror bo'yicha, lekin birontasi ta'minlanmaydi. O'shani ham kirgizganmiz. Keyin laboratoriya judayam nima ahvolda, zamonaviy nimalikka ruh kirgizish kerak laboratoriya. Yuqori tashkilot bermaydimi yo'qsa? U tuman bular faqat mahalliy budjetdan. O'tgan yil hozir berildi, o'tgan xabar bor. Dekabr oyida berildi, o'zi shunchalik qiyinrog'ini oldik, lekin endi bu yil ham 23 ta qo'yilganda, yana 25, 26, 27 ham borda, hozir ikkinchi chorak preventionasini уже kelgan, xulosalarni berganmiz. Ikkinchi chorak prevention ishga degan bo'lsa, beramiz. Shuncha siz hokimga bildirgi bilan kirasizda, keyin bildirgilar bugun hamma narsa prevention bilan ajratib beramiz. Qaror bo'yicha o'zi 3 yilga bo'lib berilgan. Mana shunday. 3 yilga tushunarli. Shu masala yuzasidan so'z Pastdarg'om tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga. Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu qaror loyihasi agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari doimiy komissiyaga bo'lishida ko'rib chiqildi. Hurmatli deputatlar, ushbu qaror loyihasini tasdiqlash uchun ovoz berishlaringiz kerak. Rahmat. Hurmatli deputatlar, shu masala bo'yicha ham sizlarga qaror loyihasi tarqatildi. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasida kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama etib bo'lindi. Axborot uchun so'z sessiya kotibi To'ychiyeva Dilshoda Daminovnaga beriladi. Marhamat, Dilshoda Daminovna. Xalq deputatlari Pastdarg'om tuman kengashining 2026-yil 26-iyun kuni bo'lib o'tgan navbatdagi 29-sessiyasi yakuniga doir sessiya kotibining hisoboti. Xalq deputatlari Pastdarg'om tuman kengashining navbatdagi 29-sessiyasi 2026-yil 26-iyun kuni soat 16:00 da tuman hokimligi zaliga chaqirildi. Sessiyada kengashining 28 nafar deputatidan 26 nafari ishtirok etdi. 2 nafari turli xil sabablarga ko'ra qatnasha olmadi. Sessiya ishida shuningdek xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, yoshlar maslahat guruhi a'zolari, tegishli korxona va tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiyani tuman kengashi raisi 21-Bog'dorchilik saylov okrugidan saylangan deputat Ochilov Bahodir Matbuotovich olib bordi. Sessiya vakolatli deb topilib, rasman ochiq deb e'lon qilindi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunining 17-moddasiga asosan sessiya kotibi etib 4-Do'stlik saylov okrugidan saylangan deputat To'ychiyeva Dilshoda Daminovna saylandi. Sessiya kun tartibida 11 ta masala muhokama qilindi va bitta masalamiz keyingi sessiyaga qoldirildi. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan qoldirilmadi, hammasi. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan hisobot va axborotlar tinglanib, deputatlar tomonidan savollar berildi va fikr mulohazalar bildirildi.
Masala yuzasidan sessiya qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullanib, tegishli qaror qabul qilindi. Sessiya ishi belgilangan reglament asosida tashkil etildi. Shu bilan Xalq deputatlari Pastdarg'om tuman kengashining navbatdagi 28-sessiyasi o'z ishini yakunladi. 29-sessiyasi uzr. Sessiya kotibi To'ycheva Dilshoda Daminova 4-do'stlik saylov okrugidan saylangan deputat uzr. Hozir qaysidir masalani manada keyingi sessiya keldi-da. Biz aralashdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sessiyani yopildi deb e'lon qilaman.